iyuldan boshlab pensiya, nafaqa, hujjat topshirish, qayta hisoblash va to'lovlarni olish tartibida muhim o'zgarishlar kuchga kirishi mumkin. Shuning uchun men bugun har bir pensioner, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaro va ota-onasining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar uchun juda zarur bo'lgan ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas, butun oilaga tegishli. Chunki bir hujjat yetishmasa, bir ariza kechiksa yoki bir ma'lumot noto'g'ri kiritilsa, odam o'ylab pulni kutib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlarga bu o'zgarishlar zarar qilmasligi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va eng muhimi, 20 iyulgacha yoki 20 iyuldan keyin qanday amaliy qadamlar qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamning puli, vaqti va asabi saqlanib qoladi. Avval ko'p pensionerlar pensiya masalasida bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, har oy belgilangan sanada pul keladi. Hujjatlar esa bir marta topshiriladi va keyin deyarli hech kim ularga tegmaydi. Kimdir pensiyasini bank kartasiga oladi, kimdir naqd shaklida oladi, kimdir farzandi orqali tekshirtiradi. Lekin oxirgi yillarda tizim sekin asta elektronlashib bormoqda. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari, bank rekvizitlari, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlar bazalar orqali tekshirilmoqda. Endi asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimida qog'ozda bor, lekin bazada yo'q degan holatlar ko'proq ahamiyat kasb etadi. Oldin odam mehnat daftarchasini olib borib, undagi yozuvni ko'rsatgan bo'lsa, masala ko'pincha shu bilan hal bo'lardi. Endi esa mutaxassislar mehnat daftarchasidagi yozuvni boshqa ma'lumotlar bilan solishtirish mumkin. Masalan, siz 1998 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin korxona tugatilgan. Arxiv hujjatlari to'liq emas yoki elektron bazada sizning ish davringiz ko'rinmasa, pensiya miqdorini hisoblashda savollar paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim shuki, siz oldindan tayyor bo'ling. Chunki pensiya masalasida eng katta muammo qonunning o'zi emas, balki odamning o'z hujjatlari holatini bilmasligi. Ko'pchilik men 35 yil ishlaganman, hammasi joyida deb yuradi. Lekin ish staji bo'yicha bir necha yil tasdiqlanmasa, pensiya summasi kutilgandan kam chiqishi mumkin. Yoki kimdir mening kartdan bor pul kelaveradi deb o'ylaydi, lekin karta muddati tugagan, bank rekviziti yangilanmagan, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Avval pensiya tayinlash jarayonida asosiy e'tibor qog'oz hujjatlarga qaratilgan edi. Fuqaro pasportini, mehnat daftarchasini, ish haqi haqida ma'lumotnomalarni, ba'zi hollarda harbiy xizmat, o'qish, bolani parvarish qilish yoki nogironlik bo'yicha hujjatlarni olib borardi. Mutaxassislar hujjatlarni ko'rib chiqib, stajni hisoblab, pensiyani tayinlashardi. Agar biror joyda kamchilik bo'lsa, odamdan qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralardi. Hozir esa jarayon ancha tartibli, lekin bir vaqtning o'zida talabchanroq bo'lib bormoqda. Elektron bazalar, idoralararo so'rovlar, bank orqali identifikatsiya, yashash manzili va shaxsni tasdiqlash kabi masalalar kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning ma'lumotlari turli joylarda bir xil bo'lishi kerak. Pasportdagi ism, sharif, tug'ilgan sana, JSHR, bankdagi ma'lumot, pensiya bo'limidagi ma'lumot va mahalla yoki boshqa davlat bazalaridagi ma'lumot bir-biriga mos tushishi zarur. Oddiy misol keltiraman. Bir onaxonning eski hujjatlarida ismi Gulbahor, yangi pasportida esa Gulbahorxon deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir joyda Abduvali qizi, boshqa joyda Abduvaliyevna shaklida yurishi mumkin. Bunday farqlar oddiy ko'ringani bilan elektron tizimda moslikni buzishi mumkin. Natijada odamdan qo'shimcha tasdiq so'raladi. Ba'zida arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Yana bir muhim o'zgarish to'lov shakliga bog'liq. Bank kartalar orqali to'lovlar kengaygani sari pensionerlar o'z kartasining amal qilish muddati, bankdagi telefon raqami, SMS xabarnoma, ishonchnoma va kartadan kim foydalanayotgani masalasiga jiddiy qarash kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi farzanda turadi. Onaxon yoki otaxon esa pul qachon tushganini ham bilmaydi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan pensiya egasi o'z pulini nazorat qilishi kerak. Iyuldan keyin nazorat mexanizmlari kuchaysa,
bunday holatlar ko'proq e'tiborga tushishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetgan yoki yaqinlashayotgan fuqarolar o'z ish stajini tekshirish kerak. Erkaklar va ayollar uchun pensiya tayinlashda yosh, ish staji va ayrim imtiyozli holatlar muhim. Sizning umumiy ish stajingiz qancha? Qaysi yillar rasmiy ishlaganingiz tasdiqlangan? Qaysi davrlar bo'yicha hujjat sust? Bularni oldindan bilish kerak. Chunki pensiyaga ariza topshirgandan keyin hujjat izlash odamni charchatadi. Masalan, 60 yoshga kirayotgan bir erkak 32 yil ishlaganini aytadi. Lekin tekshiruvda 1993 yildan 1997 yilgacha ishlagan korxonasi bo'yicha arxiv ma'lumotlari topilmaydi. Agar shu 4 yil tasdiqlanmasa, umumiy staj kamayadi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Odam men u yerda rostdan ishlaganman deb aytadi. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida og'zaki gap emas, hujjat muhim. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya yoshiga yetishni kutmang. Kamida 6 oy oldin hujjatlaringizni tartibga soling. Ikkinchi guruh allaqachon pensiya olayotganlar. Sizlar uchun eng muhim masala to'lovlar to'xtab qolmasligi. Qayta hisoblash imkoniyatlari va shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligidir. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun to'g'ri soliq va ijtimoiy to'lov ma'lumotlarini topshirayotganiga e'tibor bering. Chunki ayrim holatlarda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish yoki qo'shimcha huquqlarni aniqlashda rasmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi, o'qiyotgan farzandlar bo'yicha ma'lumotlar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pul olayotgan talaba o'qishini davom ettirayotgan bo'lsa, bu haqdagi ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanishi kerak. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki kunduzgi ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, to'lov huquqi ham o'zgarishi mumkin. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqib qolmasligi uchun o'zgarishlarni yashirmaslik kerak. 4-guruh pensiyasini ishonchnoma orqali oldirayotganlar. Bu juda nozik masala. Agar pensioner betob bo'lsa, yura olmasa yoki chet elda vaqtincha bo'lsa, ishonchnoma orqali pul olish mumkin bo'ladi. Lekin ishonchnomaning muddati notarial tasdiqlanishi, undagi vakolatlar aniq bo'lishi kerak. Pulni olishga ruxsat beraman degan umumiy gap ba'zi holatlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank operatsiyasi, karta ochish, ariza topshirish yoki ma'lumot olish uchun alohida vakolat kerak bo'lishi mumkin. Keling, raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, otaxon 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi muddati yil oyda tugaydi. Farzandi keyin yangilaymiz deb yuradi. Pul tushadi, lekin karta ishlamaydi yoki bank operatsiyasi cheklanadi. Otaxon doriga pul kerak paytda pulini ololmay qoladi. Bu yerda muammo davlat pensiya bermadi degani emas, muammo bank vositasi tayyor emasligida. Shuning uchun karta muddati, bank ilovasi, SMS xabarnoma va telefon raqamini oldindan tekshirish oddiy, lekin juda muhim qadam. Yana bir misol. Onaxon 22 yil ish stajiga ega. Pensiyasi 980 ming so'm deb hisoblangan. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning 5 yil bolani parvarish qilish davri hujjatlarida noto'g'ri aks etgan yoki umuman hisobga olinmagan. Agar qonunchilikda bunday davrni hisobga olish imkoniyati bo'lsa va hujjatlar to'g'ri topshirilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, ariza va boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Shuning uchun men har bir ayolga alohida maslahat beraman. Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalarini, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasini va eski mehnat daftarchangizni bir joyga jamlab qo'ying. Eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar. Hujjatlarida farq bor fuqarolardir. Ism sharif boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana bir joyda boshqa, mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz, korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lsa, bu odamlar oldindan harakat qilish kerak. Bu muammo hal bo'lmaydi degani emas, lekin vaqt talab qiladi. Ikkinchi xavf guruhi uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Men buni ochiq aytaman. Pensiya hisobida men bozorda 15 yil ishlaganman. Ustachilik qilganman, fermerga yordam berganman degan gaplarning o'zi yetmaydi. Agar rasmiy mehnat shartnomasi, soliq to'lovi, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa tasdiq bo'lmasa, bu davrni stajga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlar uchun xulosa aniq, bugundan boshlab rasmiy ishlashga harakat qiling. To'lovlaringiz aks etayotganini tekshiring.
Uchinchi xavf guruhi chet elda ishlaganlar. Agar odam Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsa, u davrlar pensiya hisobida qanday ko'rilishi alohida tartiblarga bog'liq. Har bir davlat bilan kelishuv, hujjat tasdiqlash, tarjima va apostil yoki konsullik tartibi bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi ish stajini oddiy mehnat daftarchasida qabul qilinadi deb o'ylamaslik kerak. Hujjatlar rasmiy, tarjima qilingan va tasdiqlangan bo'lishi zarur. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri, bank kartangiz faol, pensiyangiz muntazam tushyapti, mehnat stajingiz allaqachon tasdiqlangan, qayta ko'rik yoki qo'shimcha hujjat talab qilinmaydigan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men baribir yiliga kamida bir marta pensiya bo'limi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala familiya o'zgarishi. Ayollar turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Ba'zan ajrashgandan keyin yana eski familiyasiga qaytadi. Mehnat daftarchasida bir familiya, diplomda boshqa familiya. Pasportda 3-familiya bo'lsa, bularning barchasini bog'lab beradigan hujjat kerak. Nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, FHDI ma'lumotnomasi shuning uchun juda muhim. Ikkinchi nozik masala arxiv. Ko'p eski zavodlar, shirkatlar, kolxozlar, sovxozlar, kichik korxonalar tugatilgan. Ularning hujjatlari tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki boshqa tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin hamma hujjat ideal saqlanmagan. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin muhr xira bo'lsa yoki buyruq raqami ko'rinmasa, arxivdan tasdiq olish kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon bir kunda bitmaydi. Ba'zan 15 kun, ba'zan 60 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Uchinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ayrimlar agar menga ortiqcha pul tushsa, bu mening aybim emas deb o'ylaydi. Lekin pensiya va nafaqa tizimida noto'g'ri yoki ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, odam nogironlik guruh muddati tugaganini bildirmagan, talaba farzand o'qishni to'xtatganini yashirgan yoki pensioner vafot etgandan keyin ham karta orqali pul yechilgan bo'lsa, bu juda jiddiy holat. Shuning uchun men oilalarga aytaman. Davlat to'lovlari bo'yicha halollik eng xavfsiz yo'l. 4-nozik masala yashash joyi va ro'yxat. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tsa, to'lov joyi, bank filiali yoki mahalla ma'lumotlari o'zgarishi mumkin. Ko'chib o'tganingizni vaqtida rasmiylashtirmasangiz, xabarnomalar eski manzilga ketishi, chaqiruv yoki tekshiruv ma'lumotlari sizga yetib kelmasligi mumkin. Ayniqsa, yolg'iz yashovchi keksalar uchun bu muhim. 5-nozik masala firibgarlik. Har qanday o'zgarishlar davrida firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz oshadi, kartangizni yangilab beramiz, kodni ayting, plastik raqamni yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni, bank karta PIN kodini, karta orqasidagi raqamni, mobil ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat xodimi bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. 6-nozik masala hamma pensiya avtomatik oshadi degan noto'g'ri tushuncha. O'zgarish bo'lsa, hammaning summasi bir xil oshadi yoki hamma bir xil foyda ko'radi deb o'ylash xato. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, to'lov turi, imtiyozlar, qayta hisoblash asoslari va boshqa omillarga bog'liq. Masalan, bir odamning pensiyasi 1,20 million so'mga oshishi mumkin. Boshqasida esa faqat texnik ma'lumot yangilanadi va summa o'zgarmaydi. Shuning uchun har bir holat individual ko'riladi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari va arxiv tasdiqlarini alohida papkaga soling. Men har bir pensioner oilasida pensiya papkasi bo'lishini maslahat beraman. Bu papka yo'qolmaydigan joyda tursin. Farzandlar ham qayerdaligini bilsin. Ikkinchi qadam, bank ma'lumotlarini tekshiring. Kartangizning amal qilish muddati qachon tugaydi? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni o'zingiz bilasizmi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka oldindan boring.
pensiya tushadigan kuni bankda navbat ko'payadi. Siz esa oldindan hal qilsangiz, asabingiz tinch bo'ladi. Uchinchi qadam. Pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening ish stajim to'liq aks etganmi? Hujjatlarimda kamchilik yo'qmi? Bank rekvizitim to'g'rimi degan savollarni aniq bering. Mutaxassisdan og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa ariza yozing. Arizada ismingiz, JSHIR, telefon raqamingiz, manzilingiz va murojaat mazmuni aniq bo'lsin. 4-qadam. Agar hujjatingizda farq bo'lsa, uni tuzatishni kechiktirmang. Ism sharifdagi xato, tug'ilgan sanadagi tafovut, familiya o'zgarishi, mehnat daftarchasidagi tushunarsiz yozuvlar bo'yicha FXDI arxiv, sobiq ish joyi yoki sud tartibida aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Har bir holatning yo'li boshqa, lekin umumiy qoida bitta. Muammo pensiya kuni kelganda emas, oldin hal qilinsa osonroq bo'ladi. 5-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalladagi gap, qo'shnining aytgani, Telegramdagi noma'lum xabar yoki hammaning pensiyasi falon so'm bo'ladi degan mish-mishlarga ishonib qolmang. Rasmiy qaror pensiya jamg'armasi. Davlat xizmatlari markazi, bank va qonunchilik manbalari orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz savol bering. Savol berish uyat emas, huquqini bilmaslik esa odamga zarar keltiradi. 6-qadam, oilada mas'ul odam belgilang. Ko'p keksalar telefon, bank ilovasi, elektron xizmatlardan qiynaladi. Bunda farzandlar yordam berishi kerak. Lekin yordam nazoratini tortib olish degani emas. Pensioner o'z pulidan xabardor bo'lsin. Har oy qancha pul tushdi? Qachon tushdi? Nimaga sarflandi? Karta qayerda? Bular ochiq bo'lishi kerak. Bu nafaqat moliyaviy tartib, balki keksaga hurmatdir. 7-qadam, agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugundan rasmiy ish stajingizni tartibga soling. Ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomangiz bormi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq hisobotlarida siz aks etyapsizmi? Shularni tekshiring. Hozircha konvertda olaman. Keyin ko'ramiz degan yondashuv pensiya vaqtida katta yo'qotishga aylanishi mumkin. Bugungi rasmiy ish haqi ertangi pensiya hisobida rol o'ynaydi. Agar siz pensiya bo'limiga ariza yozsangiz, ariza aniq bo'lishi kerak. Men tavsiya qiladigan mazmun shunday. Mening pensiya hujjatlarimni va ish stajimni tekshirib berishingizni, mavjud kamchiliklar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblashni xohlasangiz, taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. Agar siz arxivga murojaat qilsangiz, qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Masalan, 1994 yil mart oyidan 2001 yil sentyabr oygacha falon korxonada tikuvchi lavozimida ishlagan davrimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, izlash shunchalik oson bo'ladi. Agar bankka borsangiz, pensiya kartamni yangilash, pensiya tushumlari bo'yicha ma'lumot olish, telefon raqamimni yangilash, kartam bloklanmaganini tekshirish kabi aniq so'rov qiling. Bank xodimiga maxfiy PIN kodni aytish shart emas. Agar kimdir sizdan maxfiy kodni so'rasa, darhol to'xtating. Ko'pchilik so'raydi. Men iyuldan keyin pensiyam to'xtab qoladimi? Agar hujjatlaringiz joyida, karta faol, shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, odatda to'xtab qolishi uchun asos bo'lmaydi. Lekin muammo borligini bilsangiz, uni kutmasdan hal qiling. Yana so'rashadi. Pensiyam avtomatik oshadimi? Bu masala aniq tartib va qarorlarga bog'liq. Har qanday oshirish hamma uchun bir xil natija bermaydi. Siz o'z holatingizni alohida tekshirtirishingiz kerak. Yana bir savol. Eski mehnat daftarcham yo'qolgan bo'lsa nima qilaman? Bunday holatda sobiq ish joyi, arxiv, soliq ma'lumotlari, buyruqlar, ish haqi qaydnomalari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar izlanadi. Ba'zan sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu murakkab, lekin imkonsiz emas. Men bugun sizga eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. 1 iyuldan keyingi o'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya masalasida hujjat, vaqt va aniqlik hammasidan muhim. Kim oldindan tayyorlansa, hujjatini tartibga solsa, bank kartasini tekshirsa, ariza va ma'lumotlarni rasmiylashtirsa, o'z pulini o'z vaqtida va muammosiz olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga yordam bering. Agar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ish stajingizni tekshirtiring.
Eng muhimi, mish-mishlarga emas. Rasmiy ma'lumot va hujjatlarga tayaning. Sizningcha pensiya tizimidagi bunday o'zgarishlar odamlar uchun qulaylik yaratadimi? Yoki yangi muammolarni ko'paytiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga keraksiz navbat, ortiqcha xarajat va asabiylashishdan qutulishi mumkin.